شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Biz bugünkü dersimizde yani Sure Bakara'nın 63. ayetinde yani ilgirki mezmunlar üzlüksüz devam kılıvatıdı. Kısaca bir hulaslap ötsek Allah Subhanahu ve Taala Adem aleyhisselamның dünyada yaratılış vazifesini bizge bayan kılıp dünyada uçuraydigan sınak azduruşlarınki kısa müddetlik bir tecrübe hayatını cennette ötkazdi. Şundan keyin Adem aleyhisselamdan tahtib ta kıyametki kadar bu xil xarakter bilen, muşu xil halatda dünyada yaşaydiganligini bizge bildirip koydu. Bunun misali sübtide devirlerinin içindeki bir devir, yani Musa aleyhisselamның devirdeki Banu İsrail'ninki iman daveti, iman yolu da qandaq mangallıqı. Bu yolga nisbeten peygamberler etken talimatlarga qandaq inkas bildirip tepkiyegeliki qatarlıq meselelerge bir misal sübtide Banu İsrail'nin yaşaş uslublarını bizge bayan qılıp atqan. Aldığınғы saatlik dersimizde mezmununu üzüp lan. Bir yerde başqaça bir oy, fikir kep qilish ehtimoli vardı. Banu İsrail'nin gepini qilib, davam şunun gepini qilib atsa, şu Yahudilar muşta oxşaydı. Başqa ümmetning meselesi farqlı oxşaydı. Muş ahli kitaplar, Banu İsraillar aşta oxşaydı degan bir xil tuyg'uning oldini olish uchun ilgirki darsda Allah bir prinsipni o'tirg'a qo'ydi. Meyli Adem aleyhisselamның devirdeki iman etkan müminler olsun, ya ki Yahudiler olsun, ya ki Hristiyanlar olsun, ya ki her qandaq bir yeni dinga, özünün işini vatkan dinidin, yeni bir dinga, halıgan, qanda şekilde köçken bolsun. Yani demek, dünyada Resulullah'ın ilgili ötken her qandaq bir ümmetinin ki, ahırga kelip, Peygamber aleyhisselam epkegen, bütün dillarının cevhir olgan, bütün dillarının emelden kaldığı için, İslam dinine əgişib yaxşı əməl qılmağını da, ulanın əməsinin hesab olmaydıqallıqı. Bu din, ilgili dillarını bir tazalaş karakterlik din ikenlikki, hemmini yuğurup, üzgün mücessemligellikki, muşu dini iman etqallıq, başqa dillarga iman etqallıq ikenlikini bir oturuq kuyup etip, yine ilgili mezmun devam kılıvatıdı. İlgili mezmunlarda, Banu İsrail'ga üzlüksiz bəgən nimetlerini əsıltı atqan go. Bugünkü dersimiz mi? Şu Banu İsrail'nin ki besip ötken, beşidin ötken bazı işlerini əsıltıp ütüvatıdı. Davatıdı Allah Subhanahu ve Taala Estaizu billah. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Sizler öz vaxtını əslanlar davatıdı. Biz sizlerden əhdi, misaq, vədə aldıq. Üstünlərə turutduğunu kütədik və sizlərə dedik ki, biz sizlərə bəgən bu Tevratni müstəhkəm tutunlar, bunundakı nərsələrini əslanlar, ügününlər, əməl qılınlar, maşta qılsanlar, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Bəlkім sizlər Allah Subhanahu ve Taala'nın azabıdın saqlanıb qılışınlar mümkün degan məzmundakı ayət. Yəni Allah Subhanahu ve Taala bu yer yeni bir qətim Banu İsrailға ulağı bəgən nimetlerini əsl tuvatıdı. Bularının bu nimetki inkar qığınını hem əsl tuvatıdı. Ama biz bu yerde şunu mülahize qilishimiz gerek ki, Kur'an-ı Kerim Yahudlar haqqında sözlüge vaqtda bivasitə xitab bilan sözləvatıdı. Başdan tatıb da hazır kelgen kadar bu nokta bizning diqqətimizni tatvatıdı. Yani bivasitə silə deb xitab qılıvatıdı.
Yani andan doğandan keyin sizlar degan gapdan Qur'on xitob qilayotgan Payg'ambar alayhissalom davridagi yahudlar maqsadmi yo o'z davridagi yahudlar maqsadmi? Ya'ni Qur'on tushgan vaqtdagi zamonda yashagan yahudiylar Allah subhanahu va taolo bular muxotabmi? Ya'ni Allah bularning ahdi misoqni bulardan olganmi deyotdi. Bu oyatdagi biz sizlardan ahdi misoq oldik degandagi ahdi misoqni bulardan olganmi? Yoki bular xitob qilinib ama ota-onalari, ajdodlari Musa alayhissalom bilan davrida yashagan bular maqsadmi? Biz deymizki, bu yerdagi ajdod dadadan talab qilingan bir ish va azaldan o'zining bolalarga o'zi yetib bo'lgan iymon masalasini qana qilish yetkazish. Allah subhanahu va taolo o'z vaqtida yahudiylarga Fir'avnni halok qilib bularni qutqizish orqali yaxshilik qilgan bo'lsa, bular yaxshilik qilgan bo'ldi. Ota-onasi qilgan yaxshilik, Mavla qilgan yaxshilik hisoblanadi. Chunki Alloh ota-onalarini bug'izlashdan qana qilindi qutqazdi. Agar ularni qutqazmagan bo'lsa, Rasululloh zamonida yashagan yahudiylar bu yerga kelmagan bo'ladi. Demak, avlni qutqazganlik, pulni qutqazganlik hisoblanadi. Chunki yahudiylar, Rasulullohning davridagi bu yahudiylar ota-onalarining vujudiga yushurun saqlangan, yushurun bor edi shu vaqtda. Ota-onalari shu vaqtda bo'g'izlanib ketgan bo'lsa, o'ltirilib ketgan bo'lsa, Fir'avnning zulmidan qutulmagan bo'lsa, bugungi yahudiylarning bu yerlarga kelalishi mumkin. Shunga ulug'i qilgan yaxshilik, bulug'i qilgan yaxshilik. Uning yaxshiligini eslatadiganlik, buning yaxshiligiga, bulug'i bergan yaxshilikka eslatadiganlik bo'ladi. Yani Allah subhanahu va taolo ularni qutqizish uchun cho'qim hayot halqisi davomli ulangan holati davom qilish kerak. Qachon bir halqi uzilib ketsa, bu hayot davomlashmaydi. Qachonki dadining hayoti to'y qilish, balasi bo'lishdan ilgari, bola yuzi ko'rishdan ilgari tugab ketsa, shu vaqtning o'zida butun kelgusidagi avlodlarning hayoti tugaydi. Bu hammalar biladigan masala. Mushu biz demek miyadiki ve iz akhadna mithaqakumdiki ahdi misaqni kimdan oldi degan masalada biz ikkilisini maqsad qilamiz. Yani bugungi yahudilarga qilgan xitob, o'tmishdagilarga qilgan xitob. O'tmishdagilarga qilgan yaxshilik bugungilarga qilgan yaxshilik deb mushu xulosiga keldik-ku. Mushu narsaning o'zi yana ilgirki oyatdagi va izistasqa Musa degan va undan boshqa yahudilarga Qur'onga zamonda yashagan, Qur'on tushgan davrga zamonda yashagan yahudlar qilgan yaxshiliklar o'z vaqtidagi ota-onasi qilgan yaxshilikdan maqsad qilinadi. Ya'ni ota-onasi yaxshilik qilganlar Musa alayhissalomning shu vaqtida shu odamlarning ussizlikdan o'lib ketmasin deb Robbidan suv talab qilib, Alloh ularga yetarlik suv berib, osmondan manni salvani tushirib, bularning hayotini davom qilishga kafolatlik qilganlar bugün kundaki Yahudilar, yani Peygamber Aleyhisselam'ın devrideki hazırki kadar Yahudilerin devam kılışının bir kapaleti. Onda oğanda şulağa kağa yaxşılık, bugün kundaki kişiler kağa yaxşılık olurdu. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala ulanın ata-analarını ölümden kutkazmagan bolsa, ussab ilep geçişten kutkazmagan bolsa, bular iniqla balı vaqıs ilep gitetdi, buların evladı dağımlaşmaydı. Demek Musa Aleyhisselam'ın devrideki Yahudilik yaxşılık kağallık, Resulullah'ın devrideki aşularının evladığı yaşlılık kılganlık oldu. Allah subhanahu wa ta'ala Yahudilardan ahdi misaqni, qadimki ahdi misaqni aldı. Muşu misaq, muşu ahdini almagan bolsa, ol imanma etmagan boladi, ballarım iman etmagan boladi, şu vaqtla bular azapçı vayron bolgan boladi. Çünkü ayetning ahirida "Wa rafa'na fawqakumut tur" degan bir ayet var. Yani Allah subhanahu wa ta'ala Yahudilarga bularning deydi. Qutulup Allah Fir'avnning qavmini g'arq qilib bo'lgandan keyin Musa alayhissalom Robbi bilan ko'rishga ketdi, Tavratni Allohdan elish uchun. Shuning bilan Banu Isroil Musaga ibodat qildi. Musa alayhissalom Tavrat va boshqa taxtalarni, al-Wah deb ataydi, Musa alayhissalom olib kelgan kitoblarni. Olib kelgandan keyin bular bu Tavratning ta'limotida bir xil o'ziga qiyinchilik his qildi. Dediki, biz bu xil buyruqlarni tatbiqlay olmaymiz deb amel qilmaslik, qabul qilmaslikni o'ylashdi. Allah bularga mushuni asl tutdi. Sizlar mustaqil o'z vaqtida deb. Hammalar bilamiz, buyruq, taklif qilguvchi, buyruqchidan keladi. Bizni buyruqchi kim? Allah subhanahu va taolo. Bular deydiki,
Allah bularning taqati yetmaydigan ishlarga buyurdi. Bu da halbuki Allah har qanday bir kishini taqati yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Allah subhanahu va taolo belgilagan iymoniy prinsip bu. Biz davomli o'zimizga tatbiq qilamiz. Allah taqati yetmaydigan ishni bizga taklif qilmaydi. Ba'zi kishilar deydi, la yukallifullohu nafsan illa wus'aha degan oyatning ma'nosi, ya'ni bularning o'ylashicha, bularning o'zining xiyolida biz o'zimiz Allah'ning buyruqlariga hukm qo'yamiz. Allah onunga buyuruydu, bundan tutudi. Bunda qarab baqib, "Mashine men qila olayman, mane qilolmayman." La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Allah taqat etmaydigan ishni taklif qilmaydi. Qila oladiganimni qilay, qilolmaydiganimni qilib qolsin deb manda hukm qilamiz biz. Ya'ni agar biz mushu buyruqqa qodir bo'la olamiz deb o'ylasak, tamam deymizki, "Ha, Allohdan kelgan buyruq" deymiz. Bu qilamiz, o'zimizcha hukm qilib. Agar biz bu o'zimizning hukmidan bizning qilgan mo'lcharimizda bunun qodir olamaymiz deb o'ylasak deymizki, Alloh bizni bunga taklif qilmaydi, chunki bu ish bizning taqatimizning ustida deb hukmni o'zimiz beramiz yana. Bu bir xil ahvol bor bizda. Allah subhanahu lekin to'g'ri hukm nima desa, Allah subhanahu va taolo seni bu ishga taklif qildimi, taklif qilmadimi? Madam Allah seni bu ishga taklif qilgan bo'lsa, Allah şunu bilguchiki, bu ish sening qiladigan iqtidor doirangdagi ish. Chunki Allah seni biladi. Sening qanchalik ish qila oladiganligingni biladi. Bu ishning xarakterini biladi. Taklif qildimi sen buni qila olaysan. Chunki Allah hech kimni taqat etmaydigan ishni taklif qilmaydi. Biz masalan mundaq bir da'volarni, mundaq bir kishilarning gaplarini anglaymiz. Bugungi davr endi o taklifatlarga, o ishlarga yaramaydigan, o ishlar o'tmaydigan davr. Ko'tarolmaydi ishlarni. Dunyoning sharoiti, dunyodagi turmush, harakat tezligi, hodisalarning tez yuz berishlari hammasi bir bahona, ya'ni aqlash bo'la oladi. Nimaga desa, biz ba'zi taklifatlarni ado qilish bizning taqatimizda emas deb shuni aqlash shaklda, aqlagan shaklda bir gaplarni anglaymiz. Balkim yani bu gapning davomidir. Bu buyruq Allohdan kelgan bu taklifat öz zamanında, burungi zamonda biz qila oladigan tayyorda bo'lishi mumkin. Chunki vaqtdagi hayot oddiy, hayotning harakati ritmi asta, qiyinchiliklari cheklik, ammo bugungi davrda qilib bo'lmaydi bu ishlarni. Bu taqatimizning ustundagi ishlar deydigan gaplarni anglaymiz. Biz bu gaplarni degan odamlarga deymizki, ilgirki zamanda seni mushu ishga taklif qilgan buyurgan zot Allah. Shu Allah mushu taklifat yuz bergan vaqtda, taklifat mushu buyruq tushgan vaqtda ado qilish sening qudrating yetadi ado qilishga ekanligini biladi va yillardan keyin mushu taklifat osmondan tushib Qur'ondan necha yillardan keyin ta qiyomatga qadar mushu buyruqni sening qila oladiganligingni ham biladi. Öz vaqti tushirgan Allah mushalloh shu. Öz vaqtida seni qila oladi deb bilgan Allah bugun seni qila oladiganligini biladi. Bunga dalil bugun kunda, mushu kunda shu buyruqlarni ijro qilib, tahi uningdan ko'proq nafli shaklda ehson bobiga kirish uchun nafli shaklda qilganlarmi bor. Aramizdan bir kishilarning qila olganligi shu buyruqlarni tamam, bunga tamamen taqatning yetadiganligining ifodasi. Masalan, farz namozlarni o'qiydigan kishilar va bu degan bizga qilingan taklifat. Farz namozdagi sunnatlarni qo'shib o'qiydigan kishilar va kechida qiyam qiladigan kishilar va davomli uzluksiz farz qilingan ibodatlar turidagi nafillarni qilish orqali Allohga yaqinlashayotganlar va Ramazon urusini tutayotganlar va nafil urus tutayotganlar va oylarning boshlarida masalan 1-2 kunlarida yoki bir kun atıltı bir kun degan shaklda ro'za tutib, nafil ro'za tutganlar va har payshanba, har dushanba yil bo'yi ro'za tutganlar va Rajab, Sha'ban oylarida ro'za tutganlar va bir qitim haj qildigan, 10 necha qitim haj qildiganlar va zakat chekiga amal qildiganlar va zakatdan oshirib sadaqat qildiganlar va bularning hammasi shu dinning taklifatlarining hel ham bizning taqatimizda ekanligi. Bizning ham dinning taklifatlariga to'liq amal qilishga taqatimizning borligini ifodalaydigan dalillar. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizni buyurgan, bizni taklif qilgan bu taklifatlar bizning qilish doiramizda, qila oladigan doirada, qila oladigan doiramizning ozda undan yuqorasini qila olamiz. Hargiz demasinki, bugungi zamon o'zgardi,
biz degan ma zamonda yashaymiz. Shundami? Mushu zamondagi butun o'zgarishlar bilan biz Allohning buyrug'ini qila olamiz. Allohning buyrug'ining ustida tahi hech qanday mashaqqat, qiyinchilik tatmasdan tahi erishib qila olamiz inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo shu vaqtida Banu Isroilning ustida turtig'ini ko'tardi, bularga rahmat qilish uchun. Bu qanday rahmat desa, bularga Tavratda buyruqlarni bergandan keyin, takliflarni bergandan keyin bularda bir xil qarshilik yuz berdi. O qanday qiloldi deb. Agar shu paytga ketib qolsa, bular azoblanib qoladi. Bularning ishi tugaydi. Alloh bularga har holda bir qo'rqinchli narsani, bular qo'rqadigan bir holatni paydo qilish orqali bularni qo'rqitdi. Ya'ni bularni ashu takliflarni qabul qildigan ekeldi. Buning o'zi xuddi men bir xatolashib azdim hayotda. Ezishim agar navbat kishilarim hammasi o'ngga tortib, tijoratlarim o'ngga tortib, ishlarim yurishib ketaversa, davomlashib ketaverma. Menga tuyuqsiz balo qazodan bir sikilish orqali men o'zimning xatolashganlik haqida qaytadan o'ylashga boshlab to'xtab turay. Men hayotda manda xato qilganman, Alloh menga jazo berdi deb turib, o'zimning xatoliklaridan chekinib tavba qilgan bo'lsam, ashu balo qazo menga nisbatan bir rahmat bo'lgan bo'lgandek, o'z vaqtida Banu Isroil qabul qilmadi Tavratning ta'limotlarini. Agar shu birga ketib qolsa, bularning ishi tugaydi. Alloh qanday qildi? Tog'ni bularning ustiga ekilib, yo qabul qilsa, yoki bo'lmasa, ma ustunga tushdi degandan keyin bular darhol hushini yig'iblan ta'limotni qabul qildi. Bu bularga nisbatan bir rahmat. Tamoman xuddi bu masala nimga o'xshaydi desanglar, doktor operatsiya pichiqini qo'liga elib, odamning badanning jismning ichida shakllangan yiringni elib o'tish uchun pichoq tutganga o'xshash. Chunki badan mushunda pichoq orqali operatsiya qilib shu o'smalarni elib atmaganda, shu jarohatni operatsiya qilmaganda saqaymaydi. Aynı şekildeki bu iş şu. Şundan sonra Allah subhanahu wa ta'ala özünün fazla merhametini Banu İsrail'a bula unumugan takdirdi mi? Rağma onu filmini bula unumugan takdirdi mi bulaga yetkizmekçi boğa vaxtida qanday qildi? Bularning ustiga Seyna'da baba bo'lgan. Hozirgi shu Misrdagi Seyna yarim orol deb qo'yamiz. Shu yerdagi tog'lardan birisi Turtaga. Shu tog'ning ustiga ko'tardi. Bular dediki, ya buyruqlarni qabul qilasizlar yoki tog'ning ustunlarga dum tashlaymiz onlarga. Xuddi Alloh subhanahu va taolo burun kufr olib, kafir olib, iymonni rad qilgan, o'zining bular mavluddan ilgari kelgan payg'ambarlarga qarshi turgan odamni halok qilgandek, tamoman halok qilaman dedi-da bu yerda. Ba'zilar deyishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo Yahudlarni nimda bu iymonga, bu yo'lga majburlaydi? Alloh Qur'oni Karimda la ikraha fid din degan tursa, "Faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur" degan tursa, dinning ta'limot prinsipi bu tursa nimda majburlaydi deyishi mumkin. Biz deymizki, Alloh hech kimni taklifotga, buyruqqa majburlig'i yo'q. Lekin rahmat qilish uchun yana ya buyruqni sen kelgan bu yo'lni tutsa yoki sizlarga keladigan azob kilodo sizlarni halok qiladi, bu ishkisini o'tirni tanlanglar deb ixtiyor qo'ydi bu yerda. Majburlig'i yana ya ustunligiga tog' tushudi, ya ma yo'lni tanlaysizlar. Bu yerda keskin qilsa demadi yana. Yana bir yerda ixtiyorli qo'y. Endi ma azob dal ustiga to'rtig'ining ustiga tushish azobi shu-shuddi. Demak, bu yerdagi masala majburlash masalasi emas, yana ixtiyor qo'yish va kallisda tog'ni tutib turib ixtiyor qo'yish va yana. Agar shu vaqtda ixtiyorlik bavlarda agar zot bu yo'lni tanlamaymiz, biz qilmaymiz desa, bulardi. Ammo ana u duchor keldi. Masala yana ixtiyorlik. Xuddi bugungi kunda Qur'oni Karimda bizga dinga amal qilmasang davzax kirsa deb davzax bilan qo'rqitib turib ixtiyor qilganga o'xshash masala u. Farq yo'q ikkisiniki. Demak, bunda ulardan ilgarikilar iymon bilan halokning o'tirida ixtiyor qo'yilgan, tasdiq qilmagan halokat yetgan. Lekin Banu Isroil ustundagi tog'ni ko'rgan vaqtda qo'rqib bular sajda qilib yerga tushdi. Bularning sajda qilganligining o'zi bu yo'lni, bu taklifotni qabul qilganligining dalili. Lekin bular sajda qilayotgan holatda ustundagi tog'ning ustiga tushib ketishidan ansirab qarashga o'rinimda sajda qilib o'tibdi, bunda qaraydimdi. Shunlashqa bugungi qadar Yahudilar yüz bilan emas, yüzning bir tarafi bilan sajda qiladi. Yahudilarning o'zi yüzning bir tarafi bilan sajda qiladi, ammo yana bir tarafi ustiga qaraydi. Endi biz Yahudining qanday sajda qilib, qanday ibodat qilganligini ko'rib baxmadik hozirga qadar. Ammo Abturishna davodidu. Yahudilar yüzning bir tarafi bilan sajda qilib, Yahudilar ustiga qaraydi deydi.
Bu üstüge qarşı tağlarning ularning ustiga yiqilishini qo'rqqan shu vaqtda qolib qolgan bir odat. Agar siz bir Yahudiydan nimishqa bu shaklda sayda qilish deb so'rsangiz deydi-ki, men Tavratni ko'tiryapman, silkinib ko'tiryapman hozir deb silkinib titraydi deydi o'sha Yahudi. Davomli Yahudilar bir tuyg'u bor. Yani biz deymizki bular Allah tur tığını bularning ustiga ko'targan vaqtida bular titrgan deymiz endi biz bular. Ma onun tushundigandek emas. Har hol bir titrash bor. Bular her namazda aynı şekilde kılıdı bular. Bularning ko'rgan balları, avlodlari bunun seydi şartlardan bir şart o'xshaydi deb qarab qolgan. Asli tunji ota-onalar bir taqdan qo'rqib turib ashta seydi qilgan bo'lsa, ballari kel, ashunda seydi qilish namozning sharti deb shu bo'yicha davomlashib bugungi kunga kelgan. Shunlashqa bularning seydisi yuzning bir taraf bilan bo'lib qolgan. Bularning ustundagi bir narsaga, o'zining ustundagi bir narsaga qarashi qo'qqanlik hissini qaraydi yana bular. Ya'ni turtig'ining ustiga ko'tarilgan soatda yuz bergan holat hel ham bularni qilib qilganlik. Shu vaqtda qo'rqib ustiga mundoq qaragan holat hel ham bularning namozlarida shu shaklda saqlanib qilganlik. Bu oyat karimda Alloh subhanahu va taolo deydi: "Va rafa'na fawqakumut tura." Biz ustinglarda turtig'ini ko'tardik deydi. Yana bir oyatda yuz bergan aynı hadisada deydi: "Va iz nataqnal jabala fawqahum ka'annahu zullatun wa zannu annahu waqi'un bihim." Biz öz vaqtida tağni ularning ustiga qo'murib ko'tardik. Xuddi taq soyidek turdi. Bular ustiga tushdi deb o'ylab qoldi. Ayni ma'no yana. Ammo bugungi oyatda va rafa'na fawqakumut tura dedi. Ilgirki oyatda nataqna dedi. Nataqa degani nima desa, asli quduq degan bir zimindagi quzuqdek narsa, biz uni yulib tashlamoqchi bo'lib, o'ng so'lga harakatlantiramiz degani, zimindan chiqish uchun. Endi bilimiz bu xil harakat, bu xil midrash, bu xil tatinish del nataqa bo'ladi. Bunda o'ng so'l tarafga manda midrab, xuddi quzuqqa odam quzoqni elish uchun quzuqni u yoqqa, bu yoqqa oldi keyniga manda surib midritib, andigan tatitish uchun o'xshash masala. Ya'ni tog' quduqqa o'xshash tamoman. Buning o'z o'rnidan chiqish uchun ashta titrash, harakatlanish, tatishga ehtiyoji bor. Mana ma'qul holat bular sayda qilib, bo'ysunib, manhajni qabul qilgan vaqtda yuz bergan holat shu. Yani bular shu vaqtida Allohga sayda qilib yiqilgan tog' bilan ustida shu shaklda holatga kelgan. Yani o'zimizning oyatiga qaytib kelaylik. Alloh subhanahu va taolo da'vatida "Xuzu ma ataynakum biquwwa." Biz bergan bu Tavratni sizlar bar kuchinglar bilan qabul qilinglar. Bar kuchinglar bilan degani to'liq qabul qilinglar degan gap. Ya'ni normalda bir narsani elish birishning badilligi bo'ladi. Sen bir bag'ujdan olsa, shu. Ani taklifat degan nima desa, Alloh subhanahu va taolodan bir narsa elish deganlik bo'ladi. Nimishqa sen bu orqali dunyoyatdagi islohot harakatini birishing. Sen uni elib shu olgan taklifat bilan, shu manhaj bilan hayotlikqa islohot birisa. Olsa birisa. Demak, har elish cho'qim bundan birish kelish kerak. Elib ba degan bir gap bor emasmi? Sendan ilgirki avlodlardan olsa, sendan keyingi avlodlarga birisa. Lekin o'z peti bermaysan uni cho'qim. Bu bir qoida bor. Uni bir narsani qo'shsa, sen 2 kilo olgan bo'lsang, boshqalarga 2,5 kilo birishing kerak. Agar olgandek bersan, sen buningga to'pa qo'shamagan bo'lsan. Mohiyatni sen boshqalarga alohida shaklda, olgan shaklda emas, buningga bir narsa qo'shilgan, buni gullantirgan shaklda birishing kerak. Mana mushu qo'shish madaniyat hadorat shakllantirdi. Bo'lmasa madaniyat olmaydi. Men qanday topshirib olgan bo'lsam mohiyatni, kinki ballarimga shunda o'tkazib bersam, bu madaniyat. Madaniyat degan nima desa, hayotlikda o'zgartirish paydo qilish. Men ballarimga go'zal shaklda yetkazishim kerak bu hayotni. Bu biquvval ma'ayatdagi sizlar xuzu ma'at sizlarga bergan biz ma Tavratni biquva ilinglar dedi. Quva degan kuchidan degan gap. Bu yerda quva degan nima desa, ya'ni odatda biz bir narsani qadrlasak, isil narsani birini bersa bizga birisi xo'shaqmagandek olmaymiz endi uni. Astoydil o'zimizni tutib olib turib, kuyingan yoki asirgan yoki bunda bir xil qadrlagan shaklda olamiz-ku. Xo'shaqmagan narsalarni bunda olib qo'yamiz endi. Bunda ammanglar yani biquva ol degan gap astoydillik bilan kuyingan, qadrlagan shaklda elinglar degan gap. Ya'ni sizlar bu buyruqlarni izlangan shaklda ammanglar. Odatda inson normalda o'ziga manfaatlik narsani astoydillik bilan,
qadrlagan shaklda oladi. Shunlashqa Allohninki bizga bergan bu manhajining tabiati cho'qqon astoydillik bilan, jazmiyat bilan elish bu dinning tabiati. Nimishqa jazmiyat bilan, quvvat bilan yaxshilik berish uchun. Chunki astoydil qanoat qilib turib, qadrlab olmaganida uningdan manfaat chiqmaydi uningdan. Allohning manhajini sen astoydillik bilan kuchlan olsang, buningga ishongan bo'lasan. Sening qalbing ochilgan bo'ladi. Sen texmi ko'proq olmoqchi bo'lasan, texmi ko'p erishni xohlaysan vaqtda. Shunlashqa Qur'oni Karimda davomliq yasalunaka degan bir iboratni ko'ramiz. Mu'minlar u haqda so'raydi. Mu'minlar bu nim degan gap desa, payg'ambar alayhisolamning ummatininki bu taklifotga oshiq bo'lganligi. Masalalarni uzluksiz inchki so'g'anligi, masalalarni kamigan masalani bunda o'zini qochirib turib, hanim bo'z demidi demasdan, ma'nun hukmi nima, onun hukmi nima, masala qanday masala degandek, ma'qul shaklda qabul qilganligining dalili. Ya'ni bu ish bizga foydali deb texmo foydani oshirishni iroda qilganligi. Qur'oni Karimdagi yasalunaka degan iborat bilan kelgan ular sendan bu haqda so'raydi, bular sendan bu haqda so'raydigini sahobalarning naqadar Madinaning taklifotini astoydil bilan qabul qilganligining isboti. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bugungi oyatda Yahudlarga deyki, "Xuzu ma ataynakum biquwwa." Biz sizlarga bergan narsa astoydillik bilan ching tutinglar degan ekan, demak bular taklifotga oshiq qoldi. O'zlariga bu taklifot bularga nisbatan nim bo'lmay qoldi hamda qiyin. Demak Yahudlar taqni ko'rib bilan bo'ldi biz mushuni aniqdan ma'lum yaxshi deb ma'ni qana qildi. Yaxshi ko'rdi bu taklifotni. Qiyin emas bunga nisbatan, chunki qiyin narsani hech kim anda kuchidan ololmaydi. Vazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sizlar ya'ni shu manhajdagi, shu yo'ldagi, Tavratdagi mazmunlarni obdan eslanglar, ko'ringlar, buni o'rganinglar, tatbiqlanglar. Chunki bu hayotdagi butun masalalarni hal qiladi. Sizlar bu masalalarning hukmini bu orqali bilinglar, la'allakum tattaqun. Balkim sizlar mushu orqali saqlanib qolishinglar mumkin. Nimadan saqlanib qolishinglar mumkin? Allohga itoat qilib, Allohning jazosidan va qiyomat kunidagi azobidan qana qilishinglar mumkin, saqlanib qolishinglar mumkin deyapti. Bu 63-oyatdagi oyatning mazmuni. 63-oyat Allah subhanahu wa ta'ala deyapti: "Summa tawallaytum min ba'di zalika falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Shundan keyin sizlar yuz o'rdinglar. Agar Allohning yana sizlarga qilgan fazli marhamati bo'lmasaydi, sizlar ziyon tortib ketdinglar. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala bizga Yahudilarni bu manhajni, bu yo'lni qana qilib tushunib, unutib qolmaslikqa, bu yo'lni davom eslab unutib qolmaslikqa qanday buyurganligini ilgirki oyatda bayon qilib, bo'lgandan keyin endi hisobda ularga shu manhajni eslab turishining o'zi, shu Yahudlarning manhajni, o'z vaqtidagi Tavratni, Musa alayhisalom olib kelgan yo'lni eslab izini chiqarmaslikning o'zi bularni islom va Rasulullohga iymon etadigan qiladigan omildi. Chunki shu yo'lda, shu Tavratda Payg'ambar alayhisalom yezliqlikda bularning qishida. Rasulullohning sifatlari so'zlilikda. Allohning bularni istigini butdi. Ya'ni Tavratni unutmanglar. Tavrat har doim esingizda bo'lsin. Tavratdan yuz o'rmanglar demakchi Allah. Chunki Tavratga yuzlansa islomga kilitdi bo'ladi. Chunki Tavratda bu mazmunlar bordi. Ammo Yahudlar nima ish qildi? Allah bu oyatda deyapti: "Summa tawallaytum min ba'd." Yuz o'rdinglar sizlar deyapti. Ya'ni sizlar Allohning manhajidan yuz o'rdinglar. Uni unutdinglar, qaramadinglar. Andagan bu azobga loyiq asli. Falawla fadlullohi alaykum va rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Agar Allohning sizlarga fazli marhamati bo'lmagan bo'lsa, sizlar tugashgan bo'ldinglar. Ziyon tortdinglar, sizlar yo'qotib qo'ydinglar sizlar deydi. Ya'ni bu yerdagi Allohning fazli marhamati nima desa, fazl degani uli loyiq qo'ygandan ortiq berish bularga. Maosining haqqini deb bo'lib, odat biz deymiz-ku, bir ishchi bizning qo'limizda ishlasa, buning maoshi 1000 so'm bo'lsa, maoshini birib bo'lib, ya'ni 200 so'mni qo'shib bersak bularga, ya'ni 1200 so'm berib, "Men sening maoshing, 200 bir yaxshiligim bo'lib qolsa" deymiz. Mush 200i arab tilidagi fadl degan shu. Maosining haqqing, mendan sana nisbatan bir sovg'a yoki yaxshilik
Aşa fadl degan şu. Yani asli haqqidan ortiq narsa fadl bo'ladi. Allohning bularga qilgan fazli degani bu loyiq qo'ygan mukofotdan ortiqroq bir ish Allohning bo'lmagan bo'lsa degan bo'ladi. Ayşe radiyallahu anhadan rivayet kılınıp deydi Peygamber aleyhisselam saddidu ve qaribu ve abshiru fe innehu la yudkhilu ahadan el cenne amalu. Sizler doğru yolda mağla. Adeta doğru yol Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünnetinde körüstülgen yol. Adeta insan özünün akli Allah bergen akli tabiati karakterlerini bazı doğru meselelerini farklandıralıydı tabiatinden mi? Meselelerini imkanla doğru tarafiga tartish saddidu degani. Qaribu to'g'rini qilmagan vaqtning yiqilishish masalan. Davomli yaxshilik taraflariga, abshiru degan xo'sh bishorat berish degani yaxshilik taraflariga qarab mengish. İnsonni, demak o'g'ini voyaga yetkizguncha, kuchingning yetguncha taqtingni bir turib amal qilinglar. Ammo qo'rqmanglar. Bu qilganlarimiz bizni jannatga akramay qolarmi deb. Yoki mag'rurlanmanglar ki jiqishni qilib ketdik. Bu ishlar bilan jannat deganga oyatni kirib ketamiz deb o'ylamanglar. Chunki fa innahu la yudkhilu ahadan al-janna. Hech kimni jannatga amal kirgizmaydi. Degandan keyin sahobalar dedi, "Ya Rasululloh, sizning amallari kirgizmamiz jannatga" degandan keyin, "Wala ana. Men bu jannatga amalim bilan kirmayman. Illaki Alloh meni mag'firat va rahmat bilan o'rsa, bana mağfiret kılsa, rahmet kılsa, andikin cennet girişim mümkün değil. Endi belki soruşum mümkün bu şekilde vakti. Bu qanday gap bu? Kayfiyetin muhada. Bu qanday gap bu? Hech kim cennetga o'z amizlan kirmasa, bu nimish amal qilamiz degandek bir savol tushirishi mumkin. Biz deymizki shundoq. Dunyodagi qilgan amallar, yoki Allohning bizni talab qilayotganlari, Allohning xalqi qilgan ne'matlaridan hech ne'matga tabe emas. Biz qancha qilib ketili Bizimizdeki bir nimet narsasek yetişmeydi. Etrafımızda nurgun meseleler körülüyordu. Doktorxonalarga varsak, böröküdün mesele çıqqanlarını üzdüksüz kan tazlaydı. Künüge neçe mingni hajlaydı. Hayat uzunga devam kılmaydı. Ama hayatta aşını uşuma yaşadık Allah'a, aş nimet gelişi. Nefesini atkan oksigen eğer pulga aldıysa boldu işimiz tükeydi. Başka nimetlerini eslep baksakmı şu? Demek bir nimetle bizim bütün işlerimizin hemini besip düşürdü. Bizdeki adli bir nimet, akallıysa. Sen Allah subhanahu wa ta'ala'a qilgan, o'zingning qilgan işlerini eslep kaldın. Ama Allah'ın sana bergen fazli, aşırı bergen nimetlerini esleyenmedin. Cennet kirgen her bir adam Allah'ın fazli ile kirdi. Hatta ki hayatlarını bergen şehitlerim şu. Hayat degen müşahit dünyada iliştiğen barlık en kıymetli barçımız şu hemdi. Hayatını bergen adam mı cennetke Allah'ın rahmetiyle kirdi. Allah subhanahu wa ta'ala deydi. Şehitler hakkında. Ferihine bima atahum min fadli. Cennet kirgen vaxtda şehitler üzden qığınıyla haqlıq narsa görüşdük demeydi ular. Biz degen dünyada hayatını bilip tok. Şun kirdik ba cennetke demeydi ular. Nim deydi? Ferihine bima atahumullahu min fadli. Allah ulağa bergen öz pezlidin Allah hoşuldu. Ulağa hoşuldu. Yani Allah'ın pezlini özünün qığındın mı? Neçehəsi artıq erişkenlikidin hoşal buludu deydi yani. Ayatın mənizdə. Demek mao şehitler cennetinin en yukarı mertebedeki kişiler turup cennetke Allah'ın fezliyle kirgen yerde. Ecir cihette uldun tön edeminin ahvali nimub keter sizince. Allah subhanahu wa ta'ala özünün bütün bendilerine fezli merhamet kıladığın zat. Allah'ın fezli ve bütün merhamet bendilerine. Bu muğanda bendilerinin hemmisinin emelini yığsak Allah'ın bergen küçük nimetini tamamlaydı. Sure Bakara'da Allah innallaha lazu fadlin alan nas. Allah kişilerge fazla merhamet kılıp davatıdı. Demek bizning qilganlarimiz loyiq emas asli. Allah fazla qiladi bizga, merhamet qiladi. Walakin aksara nas la yashkurun. Amma kishilarning ko'pinchisi bu nuqtani tushunib shukr qilmaydi Allohga. Bu ma'ayatdagi fadli Walau la fadlullahi alaykum degi fadlining tushunchisi. Va rahmatuhu Allohning rahmati olmagan bo'lsa, rahmat degan nima desa, rahmat degan tövbe iş yollarını iç pırdıgan neyse. Günahlarının keçirilişi için. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bu yerde bizden dikkatimizni şu yere tatmakçı. Banu İsrail'e birilgen ma pezli merhamet boğumağını da bu bir. Ulağa rahmet, mağfiret
qaytadan özlerining va'da yo'llariga qaytishni, yo'llari ishiklarini ochib bermaganida, birisi fazl marhamat qilmaganida, ikkinchisi rahmat yo'llarini, tavba yo'llarini, mag'firat yo'llarini ochib bermaganida, nima agar mush ish bo'lmagan bo'lsa, lakanu minal khosirin. Yani bular ziyon tatqadamning qatoridan bo'lib ketadi. Dunyo oxiratda uchuq ziyon yetgan, uchuq ziyon tatqadamning qatoridan bo'lib ketadi. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'z fazli bilan, o'z rahmati bilan bularni saqlab bergan, dinga yetakladi, o'zining qudrati bilan har qanday o'zgarishdan saqlagan. Ulardan kitobni yodlash vazifasini ko'tardi. Aşu yadlaştın dünyadaki ağır yükünü götürüşten ibaret çıkıdığan mında xapılıqdan ularını kötərdi. Bularını Allah'ın rahmeti peygamberi olan Muhammed Aleyhisselam bilan bularga rahim qildi ki bu peygamberden bütün alemlerge rahmet qildi. Asli Yahudlar xapılıqdan qutuluş için peygamberimiz ima etsa ilgirki ötküzgün günahı tügeytti bularınki. Bularga nisbeten bir rahmetti bu peygamber Aleyhisselam. Kur'an bularga nisbeten rahmetti. Bunun tarixten bilen ötküzgün hatalıkları günah ma'siyatları yulatdı. Kur'an'da Allah Peygamber Aleyhisselam'dan ne sifatledi? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Asıl rahmet de Peygamber'den bulağa. Allah ulağa muşu dininin en ahırkı, muşu hayattaki iman meselesini keskin bir taraf kılgan, iman meselesini inek oturup koygan bu ahırkı dinin fazla merhametini verdi bulağa. Yani bu rahmet, ma Peygamber'den ibaret rahmet ulan. Bu fazla merhamet ulan. Yani bulağa Tevrat'ta Resulullah'ın sıfatlarını, evetiliş vaktini çürüş arqılık. Muşu rahmet, muşu fazla merhametle bulağa bir iş geçmedi. Yani bularının yeni bir fırsat oldu. Resulullah kiliş arqılık bulağa bir iş geçildi, bir fırsat yaratıldı. Demişka ötmüşteki ecdatlarına okşaş ziyankar olup kalmaslık için. Lekin bular ilgiri xuddi dinden yüzü örgendek bu işikten mi yüz ördü? Bu işikten mi taşladı bular? Bu işikten mi kürümüdü bular? Yahudilerin karakteri budur. Bunun bu kadar dünyada har, zabulluqqa mahkum kılınıp Allah'ın ağır cezası uçurmasının sebebi bu. Bunu emeli ispatladık. Ötmüştü mü şutti, bugün gündü mü hem şu. Şundan bugünkü dersimiz ahırlaştı. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.